Rene Descartes 1596-yilning 31-mart kuni Fransiyaning Turin hududidagi kichik Lea shaharchasida dunyoga kelgan. Descarteslar oilasi qadimiy biroq kambag'allashib, obro'si pasayib qolgan zodagonlar urug'idan bo'lishgan. Uning otasi Ren shahrida sudya bo'lib ishlagani uchun ko'p vaqtini o'sha yerda o'tkazgan va Leaga juda kam kelgan. U 17 yoshida maktabdan ko'ngli sovib, mutolaa va izlanishni umuman tashlab qo'yganligini ta'kidlash mumkin. 1637-yilda Descartes o'zining Geometriya asarini uslub haqida mulohaza shakliga qayta nomlab chop ettirdi. Uslub haqida mulohaza shakllanib kelayotgan yangi zamon, ilm fani uchun mukammal ilmiy manbalardan biri bo'lgan. Unda hozirgi zamon fan yutuqlarining ilk kurtaklari mavjud edi. Descartes geometriyani atayin murakkablashtirib, chuqur ilmiy mulohazalarni yanada chuqurlashtirib yozganligini kundalikda alohida qayd etgan. Bu boshqa matematiklarning Descartes ilmiy ishlariga shubha qilmasliklari. Aniqrog'i, bunday mulohaza va isbotlar bilan birinchi marta aynan Descartes asarlarida tanishgan bo'lishlariga qaramay, ularni o'zlashtirib olishlari, buni biz avval ham bilar edik, deya olmasliklari uchun ataylab qilingan ekan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, Rene Descartes nafaqat matematikada, balki falsafa, boshqa sohalarda ham yetuk davlat arbobi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.